Assalomu alaykum Leonex Avto kuzatuvchilari. Bu videoda Koreyadagi Lexus, Genesis va Kia Sorento mashinalarimizni ko'rib chiqamiz, albatta narxlari bilan. Demak, boshladik. 24-yil 9000 probegda ekan. Obuna bir ichini ko'ramiz. Bismillah. 24-12-oy 9267 probegda. Hibrid ekan mashinamiz. Toyota. Polni привод avvada degan. 4 ta balon ham aylanadi. NX 350 H. Lexus'ning boshqa SUVlari ham bor. Ulardan bittasi Koreyada ya'ni ko'p haydalanadigan va eksportga ham ko'p chiqadigan mashinalardan bittasi. Buni narxi $41000 Koreyadagi narxi. Bu yerda boshqa mashinalar ham X6 2019 уже yil eskigan. Burada Genesis GV70 2021-yilda ishlab chiqarilgan polni привод. Mashina 30000 dan ziyod probegda o'zi yurgan. Xo'p, lup panoramalari bor. Narxi $31000, $31500 atrofida ekan. Shu oq salon ekan. 38000 probegda. Bitta tablo naqa chiqib turgan ekan. Bu 2021 10-oy. Tushirsak. Nima deb o'ylaysizlar, narxiga arziydimi? GV70. Bu Koreyaning Samsung kompaniyasidan ishlab chiqariladigan mashina. Bu ham 38 million wonda turadi. Dollarda hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. Siz yonida yangi Kia Sorento 2.2 motor, polni привод dizel ekan. $33500 da turibdi. Qoraga brown rangda ichini ko'ramiz. 25-yil 9-oyda ishlab chiqarilgan. Telefallada turibdi. Dab displey bor ekan. Tablo ekrani qo'shilgan, bitta qilingan. Shaybali haydalmagan ekan. Shuni salondan chiqqan, sotuvga chiqib ketgan. O panorama lyuki yo'q ekan, lekin buni Leonex Avto YouTube kanalida Koreyadagi boshqa avtomobillar salonlari va narxlarini tanishtirib o'tganmiz. Kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'ying.